7-chi qism. Bu tuman ularga notunish emas edi. Ularni qutuldirib olgan heliqi alvas sifat devining kelishdan burun o'zini qarshi oldirish uchun chiqirdigan hilasi edi. Turg'unning ko'ngli azroq bo'lsa xatarjam bo'ldi. Deva tezla ularning oldida paydo bo'lib, bayiqi o'zlari ko'rgan holatdan texmi sat qo'rqinchli holatga o'zgarishga boshladi. Yovvoyi odamlarning oldiga chiqqanlari qo'llarini chang'i siqimdab, ba'zilarining so'ngaklarini sundirib, parasatqanicha eg'iziga tiqishga boshladi. Uning javg'aylardan qonlar eqib, yerlarni to'ldirib etgan edi. Qabiladagi heliqi yoshqi cho'ng qabilaning boshlig'i o'zining kaltakdan yasab olgan uzun to'qmoqini devi qartib silkishga boshladi. Devi uning gelidan bo'qqanicha barmoqini yovvoyi odamlarning ko'z olmasini sug'urib oldida eg'iziga tiqib chaynashga boshladi. Ko'z oldidagi bu manzardan qo'rqqanidan ishtinaga sivitay deb qolgan Turg'un bilan Vali ikkisi ko'zlarini piyoladek ichib olvasda qarab turadi. Olvasti 5 minutga yetmagan vaqt ichida qabiladagi 1000 ga yaqin yovvoyi odamlarni teri-piran qilib tugatdi. İşni tugatgan deva yo'g'onish qilgandek Turg'un va Valilarga qarab eg'izdan eqiyotgan qon javg'aylardan sirg'ib chiqayotgan odamning uchchay va qo'l barmoqlarini yutib etmasdan ularning o'zini maqtishni kutib turibdi. Vali: "Odash, nima'n ko'rdim? Nima'n qo'rqinchli narsa bu? Biz boya ko'rgan olvastadimmi? O'ta necha his qo'rqinchli ekan adash bu. Managa muhabbatini cho'qim tepib beraylar. Bo'lmasa bizning kunimiz boshqa yovvoyi odamlarnikidan o'ta qo'rqinchli bo'lgandek. Buning bu aptidan bizni tirik turg'izib qolib qolgandan keyin uchaylarimizni esib qilib yeb, ko'nglini ochqudek bu. Deginicha Turg'unni noquvvatadi. Turg'un bo'lsa: "Rahmat sana, ana bu sen ki bizni qutuldirib olding. Rostdan pek qoltiskansan." Deginicha devining shuhratparast ko'nglini qondirib otadi. Deva: "Men sana ketishdan burun aytgan edim bu. Qandoq ishga yo'l olsam, mening ismimni chaqirsang bo'ladi. Ilmi yaxshi, joydagi oftobga qoqilib turgan do'stim meni chaqirib, o'zlarining jinini qutqizdi. Bo'lmagan bo'lsa, sizlarmi bu chaqchi ularga yem bo'lib ketadinglar. Sen o'zingcha uning ki o'g'il bo'laman deb o'ylab qolganmisan? Bu uning o'z qiziga 50-chi qitim eltib berishi. U har qitim ki o'g'ilni qizi bilan to'y qildirgandan keyinla uni kashligi o'z qizasiga aylantirib o'tdi. Yetapti bu ama ularning bir xil o'rib odati. Turg'un bilan Vali uning so'zlarini anglagandan keyin g'alati nazarda qarab, uning so'zi tugishiga yugurganicha do'stlari bog'langan qoqasliqning yeniga keldi. Ularning 5 do'sti qoqilinib qizirib pishib qolayli degan edi. Ular tezlik bilan ustidagi yovvoyi odamlar surtgan maylarni eyitishga boshladi. Ular birodarlarning ustidagi maylarni surtayotganda dev vaqirab: "Hey, burningni eyitishmonsa, u degan zaharlik. Yana ko'kbutungni osmonga qaratib, chopaqidek yetishsa, yana mushundaq dök bo'ladigan bo'lsa, meningmi korim bo'lmaydi." Deganicha Turg'unlarga qarab o'rib berib-atdi. Turg'un uning nima deyotganligini qammay: "Sen nimdan deyotsa, bu odatga seriqmi ekan-ku? Sirtdan sursanglar bo'lmadimi?" "He, endi bildim. Tuningen bizning hoshimizda ketishimizga asli mush sababchi bo'libdi-da. Uning purqimi o'ziga chiqgan teqa. Shunashqa biz uningga oldinib ketibdi emas. Asli o'nkurga kirib panohlansak yaxshiroq bo'ladi-ekan-ku." Deganicha burnini etib, 5 birodarlarning ustidagi maylarni pokiz surtib etgandan keyin o'zlariga yiroq bo'lmagan bir joydagi ko'ldan suv tepib kelib, ularning badallariga qartib chechishga boshladi. Uning birodarlarimi boydan beri seriqmay va shundaqla badaniga tikkalatda tushgan quyosh nurining ta'siridan olsilinib yetib qolgan bo'lsa, mana endilikda asta-asta o'shiga kelishga boshladi. U shu topqicha qo'rqinish va jiddiylik ichida o'zining beshidagi toshga diqqat qilmagan bo'lsa kerak. Vali uning beshidagi toshni olgandila, ondan tojning orliqqa qistirilgan 6-chi oltin o'rdining yer xaritasini bayqishib, xushalligidan qiyin-qiyiniga petishmay qilishdi. Ular bir-biriga qarab:
Acabmi yaxshi. Mana endi yana eng oxirgi bir parcha yer xaritasini topsaqla ishimiz tugaydi degan gap. Endi Oltin O'rdaga qarab yo'l olsaqla bo'ladi. Degenicha o'zining xushalliqlarini tabriklashyapti. Xushalliq ustiga xushalliq degandek bayqi deva yenidan bir parcha xaritani chiqarib ularga sundi. Bu xaritani men xeyli burunib qo'lga tushib bo'lgan edim. Faqat sizlarning botirliqinglarni va aql parostinglarni sinab qo'y degan edim. Gerçi uncha aqlliq bo'lmasanglarmi, lekin xeyli botirlik ko'rsatinglar. Bu shu botirliqlarga opirin. Qani, buni e'lonlar. Turg'un devining qo'lidagi xaritani elib boshqa 6 parcha xaritalar bilan birlikka akeldi. Kuchlik nurdan keyin 7 parcha yer xaritasini birlikka kelib, Oltin O'rdaning yo'l xaritasi ularning oldida hozir bo'ldi. Ular ig'ir bir tortib olgandan keyin necha kun ichida mushunda g'albini qo'lga keltirganligidan xushal bo'ldi va devi bilan xo'shlashib uylariga qaytib tayyorliklarni yaxshi qilgandan keyin amdilikda Teklimakandın orasidagi Oltin O'rdaga safar qilmoqchi bo'lib mahallasiga qarab mangdi. Ular uylarda haftalarcha vaqt o'tkazgandan keyin sapriga va 2 oy yetgudak oziq-tuliklarni jamlagandan keyin Oltin O'rdaning yo'l xaritasi bo'yicha qumliq ichiga qarab yo'l oldi. Ular qumliqqa kirib uzun o'tmayla qattiq shivirg'on chiqib, qum bo'ronlar ularning ko'zlariga kirishga boshladi. Yana qayoqlardandir bo'rining uğulgan ovozi bilan birlikda har xil qo'rqinchli yovvoyi hayvonlarning ovozlari anglanib, Oltin O'rdaga bir safarning uncha osoyishlik ichida o'tmaydiganligini his qildirib-atdi. To'satlar ulardan 5 metr nerida g'alitili bir soya ularning ko'z oldida hozir bo'ldi. Bu soya ularga qarab bir paydo bo'lib, bir yo'qob degidek yiqilishayotgan dal shu paytda ularning telefonlaridan har xil qo'rqinchli ovozlar anglanishga boshladi. Ularmi bu ovozning nima uchun turibli paydo bo'lib qolganligini tushunmay bir-biriga hangviqib qarashib turishadi. Turg'un ko'pchilikka qarashga ulgurmasdan telefonni qo'lga elib ekronga qaradi. Ekranda xuddi to'r ulanmagan televizorga o'xshash lap-lup qilgandek holat shakllanib turadi. Turg'un atrofdagilarga qarab vaqiradi. Birodarlar, mayli qanday ish bo'lishda qat'iy nazar, atrofdan ayrilmanglar. Hammanglar nas keraklilarga yaxshi qaranglar. Degenicha sumkasidagi oldin tayyorlab olgan shamsharni chiqarib, boyqa bir o'chib, bir paydo bo'lib, o'ziga yiqilishayotgan noma'lum bir maxluq tarafga qarab yugurdi. Boyqi bir o'chib, bir paydo bo'layotgan maxluq mana amdilikda hech nimadan qo'rqmagan bo'lsa kerak, biroqla o'z abdi bashirsini ko'rsatdi. Uning asli chiroyini ko'rgan atrofdagi hammasi biroqla tangli varqirishyapti. Chunki uning qop-qora yuzidan bo'rtib chiqqan ikki ko'zlaridan boshqa o'ng tarafdagi yuzi biroqli so'nkidan ajrab pastga qarab sangilgan edi. Uning yuzining ichidagi qip-qizil go'shlari bo'lsa, har xil qilqan tomirlari va yuzidagi maylar bilan birlashib, qarg'onli kishining ichini elishtiradi. Tirnoqlari bo'lsa, o'sib yegi tegay deb qolgan edi. Uningdan boshqa eng diqqat qilishga tegishli masala shuki, uning bo'yin tarafida ko'zga tashlanib turadigan alohida bir belgi bor edi. Turg'unga burun o'to'g'irliq hech kim biror narsa aytib bermaganligi, ya'ni kelib oldidagi xarita va qo'l yozmadimi hech qanday ko'rsatma bo'lmaganligi uchun Turg'un buncha ittiklik qilmay, avval uning harakatini ko'zlab, ondan uning harakatiga beqib ish tutishni o'ylab, darhol qadamini to'xtatdi. Olvastining eg'izidan qandoqdir yeshil ranglik bir xil suyuqlik eqib turib-o'tadi. Olvastining eg'izidan eqiyotgan yeshil ranglik suyuqlik har bir yerga tamg'inida Turg'unning yuraklari bir qaytim chayqaladi. Xuddi olvastining eg'izidan chiqayotgan u yeshil ranglik suyuqlik boshqa bir narsa emas, o'zining qiynidek tallari shurkunmoqda edi. Ha, to'g'ri deysiz adash, cho'ng dadangni taniyamapti men. Men berib tonib keldim emaska, shun qaytib keldim. Qanda, senimi cho'ng dadangni tonib paqin kelyaptimda? Yoki o'zing berib tonib kelamsan ya? Deginicha atrofdagi boshqalarga qarab, birodarlar, biz faqat uningga cheqilmasak, u bizga cheqilmaydigandek turdi. Bo'lmasa baylar bizga aytilib bo'lgan bo'ladi. Shunga bizmi kallamizni ishiltib, uning harakatiga qarab ish tutaylik.
O sizlarga aytishmasa, herkes qo'linglardagi narsalar bilan uning aytishmanglar. Bir-biringlarning qo'lini mahkam tutib, asta-asta oldiga meninglar. Degenicha ularni boshlab qumliqning ishkirsiga qarab mengishga boshladik.